Gender tengligi, aniqrog'i erkaklar va ayollar o'rtasidagi tenglik. Bu oilada va jamiyatda erkaklar va ayollar o'rtasida teng huquqlarga erishishni nazarda tutadigan tushuncha va boshqa qonuniy munosabatlar. Ba'zi tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, gender tengligi bu patriarxal tizimdan keyingi ijtimoiy munosabatlardan keyingi bosqich. Gender tengligi tamoyili insonni shaxs sifatida paydo bo'lishiga to'sqinlik qiladigan barcha ijtimoiy to'sqinlarni o'rganish va yo'q qilish, shuningdek hayotning barcha sohalarida erkaklar va ayollar shaxsiyatini anglash uchun teng ijtimoiy imkoniyatlarni yaratishdan iboratdir. Hozirgi kunda bizning qonunlarda gender tushunchasi ham qayd etilgan bo'lib, unga ko'ra gender xotin-qizlar va erkaklar o'rtasidagi munosabatlarning jamiyat hayoti va faoliyatining barcha sohalarida, shu jumladan siyosat, iqtisodiyot, huquq, mafkura va madaniyat, ta'limda hamda ilm-fan sohalarida namoyon bo'ladigan ijtimoiy jihati ko'rsatilgan. Demak, gender tushunchasi faqat ayollar manfaatlarini ifodalamaydi, balki har ikki jins vakillarining o'z orzu va maqsadlari sari dadil odimlashi, hayot sifatini oshirish uchun bir xil imkon berish kerakligini ilgari suradi xolos. Aynan rivojlangan jamiyatning talablaridan biri bu erkak va ayol huquqlari tengligining ta'minlanishidir.